Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, qadrli obunachilarimiz. Salamoreska rossiyskiy jodilarini videolarini yana qo'yib borishda davom etamiz. Ancha chiqarmayib turgan edik. Hop, avvalambor uzr so'raymiz. Xudo xolasa endi videolarda tezroq chiqarib turishga harakat qilamiz. Bugungi ko'rsatib o'tadigan jodimiz o'sha arendada o'zimizda yuradigan Salamoreska ikkita diskalik ruchnoyda elektrskiy bo'lgan variantida. Hop, beda bog'li hashaydi kesib, qirqib ko'rsatib o'tamiz. Adreslarni aytib o'tadigan bo'lsam, boshidanoq hop, Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Bugun 2025-yil 24-iyun seshanba kuniga videolarda olish jarayonidamiz. Hop, jodini o'zi 220 ta ishlaydi. Motori 4 kilovatlik, 1,5 ming оборотlik motor o'rnatilgan. Kaputlari bor. Xudo xolasa, bezapasni. Hop, hozirgi pichog'i bittada qirqib ko'rsatib o'tiladi. Qirqiganlari mana hozir yana video davomida yana ko'rsatamiz. Hozir qo'ylarni ham ko'rsatib o'tamiz. Hop, hurmatli tomoshabinlar, o'zimizning uydagi qo'chqorlar mashlar mana salqinda damda olib yotibdi. Hop, hurmatli tomoshabinlar, sizlarga yana bitta taklif. Mana shunaqa qo'ylarni ham videosini chiqaraylikmi, yo'qmi? Hop, o'z fikr mulohazalaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Aka, qo'ylarni ham videolaridan chiqarib turing deydigan bo'lsalaring, hop, chiqarib turamiz. Sotiladigan bo'lmasa tomoshaga. Hop, bu tomonda o'sha arashan zotidan qo'chqorlar ham bor mana. Bular hop, sotiladigan desa ham bo'laveradi. Hop, mana shu ikkalasini sotib ham yuboraveramiz hozirga. Mana shu qo'chqorlar hali qo'zi tish buzmagan. Bo'ylari bir 90 plus chiqib qolsa kerak menimcha. Xudo biladi. Hop, endi jodilarda videosini olamiz. Hop, shu orada videoni o'rtasida aytib o'taylik. Bu rossiyskiy jodilarda afzal tomoni xolu quruq universal любой hashagingizni chiqaraveradi. Misol, hozir bu qurigan beda, xolini ham bemalol chiqaraveradi. Chunki pichog'ini zazori bor, qaychi singari. Bu shu yaltirab turgan temirga o'ta yaqin turadi. Zavodskiy 1 mm yozgan zazorini. Shunchaki yaqin, hop, shunga o'xshab yaqin bo'lganligi uchun любой hashakni atkas qilmasdan chiqarib beraveradi. 220 ta ishlaydi, 200 tokka ham ishlayveradi. Rossiyskiy pushkatili o'rnatilgan, qizib, erib ketib qolmaydi. Kabellari ham o'sha bemalol motorda 4 kilovatli motorda ko'taraveradigan bo'ladi. Bachuk jodlarida aytib o'tadigan bo'lsam, u misol mana shu bedani kesadigan bo'lsangiz, chang chiqarib yuboradi. Mana shu joyda kesib turgan bo'lsak, hozir turbolmay ketadi, tuman qilib yuboradi o'zi ham. O'shaning uchun bundaqa rossiyskiy jodlarda ishlatsangiz, o'zingiz chang yutmaysiz. Maza qilib ishlataverasiz. Ovozi ham baland emas. Bemalol yonida 2 kishi bo'ladigan bo'lsa, bir gaplashib ham ish qilaveradigan bo'ladi. Qish yozin xudo xolasa atkas qilmaydi. Bo'lmasa boshladik mana. Endi bedani qirqib ko'rsatib o'tamiz.
Hop. O'sha bitta pichoqda qanchalik kesyapti mana. Uzunligi mana shu. Biyda hashayagimizda. Shestirmasi tortib berib turadi. Bu yoqdan pichoqni kesib beraveradi. Qolganlarni ham hozir kesamiz. Video juda uzoq bo'lmasligi uchun o'rtada to'xtatib bir kesgan hashagini ko'rsatib qo'yayin dedim mana. Sotiladiganlari ham bor shu YouTube kanalimizda. Hop, videolarda ichida o'sha har xil videolarni qo'yib o'tganmiz, rossiyskiy jodlarda. Hop, ko'rib qaysi biri yoqadigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu jodi yoqdi desalar, xudo xolasa tayyorlab beriladi. Video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Bu bizga motivatsiya bo'ladi. Yana ham bir ishlarda xursand bo'lib tezlatib qilgani. Akalar, hop, sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.